Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga xudolaysin inshaalloh yangi kelgan mollarimizni ozroqgina obzorni qiladigan bo'ldik. Har doimgidek aytamiz, like, podpiskalarni bosib qo'yishni unutmang. Xalqim, kommentariyaga chiroyli tilak bildirib, kelgan vaqtingiz, motoblog bo'layotgan vaqtingiz shuni ham takka bitta drill podarka qilib yuboramiz. Nima uchun? Kommentariyaga o'tirgan holingizda chiroyli tilak bildirib yozasiz, bitta like tugmachasini bosib, obunasiz, obunani bosib qo'yasiz, bo'ldi. Xalqim kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bo'lmasam xalqimiz boshladik. Original bo'lgan Remenlik 730 lik motoblogimiz va yana avtomat korobka. Bu motobloglarimiz yangi partiyada yetib keldi. Bu motobloglarimiz anchadan buyon bizda bo'lgani uchun sizlarga buni reklamasini to'g'ri qila olmayotgandik. Buni sizlarga endi hozir to'liqroq hammasidan mana 9 talik deysizlarmi, 15 talikmi, 7 talikmi hamma turidan keldi. Hamma turidan keldi. Endi sizlarga ozroqgina obzor qiladigan bo'ldik. Remenligidan tortib to ko'rgan bo'lsangiz 15 taligigacha yetib kelgan, ko'raverasizlar. Kimlarga kerak bo'lsa bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bo'lmasa biz tanishtirishni boshladik. Bu Remenlik motoblogimiz bo'ladi. Yosh katta insonlar uchun juda qulay ishlangan Remenlik motoblog. Chunki yosh katta inson qanday bo'lishi mumkin? Bu Remenlik ko'p tez yurmaydi, shunisi bor va bu avtomat korobka hisoblanadi. Bunda skorost, misol pasta hisoblanadi. Mana pasta turibdi skorost. Avtomat korobka skorostga urasiz, avtomat qo'ldagi avtomatni qisasiz, bemalol yurib beradi. Keling, operator beroq keling. Keyin bundan keyingisi uni 760 ligi bor. Bunisi mexanika hisoblanadi. Bu ham avtomat. Bu motobloglarimiz yosh katta insonlar uchun. Chunki nimaga yosh katta inson desam, yosh katta insonlar ko'pchiliklar tasavvur qilingizlar, ko'p narsalar ko'ryapmiz. Mana men sizlarga misolcha haydab ko'rsataman. O'taltirgan holda haydab ketyapmiz. Tasavvur qilsangiz, o'taltirgan holda haydab ketyapmiz. Masalan, skorni urdik. Mana qo'li avtomat deganimizda mana shu avtomat hisoblanadi. Mana shu qisamiz, yuryapti. Mobodo yoningizdan bir yosh katta insonlar qo'lidan bir chiqib ketgidek bo'lsa, motoblog o'chmaydi, lekin joyida to'xtab turadi. Avtomat korobka shunaqa qulayligiga ega bo'ladi. Va yana bitta sizlarga jihati, bu avtomat korobkalarda yosh katta insonlarga yonidan bir nima desam bo'ladi, nevaralari o'ynayotadimi yoki bir plyonkalarni buzmaslik uchunmi, hamma narsa bemalol qilsangiz bo'laveradi. Bu avtomat korobka. Bu 760 ligi bo'ladi, bunisi Remenligi bo'ladi, bunisi 960 ligi, bunisi 1560 ligi bo'ladi. Hammasi yoqilib o'tirib benzin baklari 3 litrdan 5 litrgacha har xil turidan bor qo'yilgan. O'zini komplekt dastalarda frezerlari bor. Hammasi aytganimiz o'zining komplekt dastalarda faqat frezerlari beradi. Xohlasangiz kelib ishlatib, tekshirib kelishilgan narxda olib ketishingiz mumkin. Endi narxlarga qiziqadigan, narxini aytadigan narxlari bor. Kelaverasiz mana avtomatini, Remenligini like, podpiskani bosib kelgan holda 3 million 500 ming so'mdan olishingiz mumkin va mobodo bizga yo'q, bez remen reduktorni kerak deganga, reduktorga bugun sizlarga bularga aksiyaga qo'yib qo'yganmiz. Misol, mana shu dekabrda oxirigacha aksiyaga qo'yib qo'yganmiz. Faqat shoshilib qolasizlar. Kommentariyaga a'zo bo'lib, like, podpiskani ko'rsatib kelgan insonlarga hamma joylarga 2 million 800 ming so'm sotishyapti. 3 million so'm sotishyapti. Xalqim, hammaga like, podpiskani bosasizlar 2 million 600 ming so'mdan. Nima deyapti? 2 million 600 ming so'm 760 lik motoblog. Sensatsiya kelib cheklanmagan miqdorda shu yilda oxirigacha mana yil tugaguncha kelib xarid qilishingiz mumkin. Bemalol. Mobodo 9 talik deyotgan bo'lsa, menga 9 taligini bering deyotgan bo'lsa, 9 taligini komplektda siz o'zing frezerlari bilan like bosasiz, obuna bo'lasiz, kommentariyani bomba qilasiz. 4 million 700 ming so'mga olasiz. 4 million 700 ming so'm nima deyapti?
4.700.000 so'm. Yana bitta shans. Xohlasangiz sizlar uchun 15 talikdan shu pulga beraman. 15 talikda 4.700.000 so'm beraman. 15 talikda 9 talik emas, 15 talikda 4.700.000 so'mdan beraman. Faqat mana shu oyda oxirigacha shoshilib qolamiz. Kommentariylarda bomba qilib yozib, kelib, obuna bo'lib kelgan insonlarga 3.500.000 so'm, 2.600.000 so'm, 4.700.000 so'mdan o'zini komplektatsiya ichida qilib beriladi. Kelasizlar, xarid qilasizlar. Manzilimizni to'g'ri tushuntiramiz. Toshkent Ark-Buloq bozori. Toshkent shahri Ark-Buloq bozori. Pastda nomerlar qoldiramiz. Mabodo kechki vaqt ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha pastdagi nomerlarga Telegram orqali yozing. Telegramdan javob qaytariladi 100%. Bizniki 7:24 kechgacha ishlaydi. Bemalol Telegramga o'sha hamma nomerlar qoldiramiz. O'sha Telegramlar 100% ishlaydi. Telegramga yozing. Ko'tara olmasak, Telegramdan 100% javob beriladi. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Viloyatdagi akalarimiz bemalol zakaz qilishi mumkin. Shu pastdagi nomerlar o'zimning nomerim, o'zim ko'taraman, bexijolat sizga mana dalil isbot o'zim turibman. Mana shu do'kon egasi o'zimman. Bexijolat. Shuning uchun sizlarga aytyapman, telefon qilsalaringiz bitakkacha olib chiqib berish, bepul olib chiqib beramiz. Karta nomer, xohlasangiz mashina yuborsangiz ham bo'ladi, ko'rib olishingiz mumkin. Korobkada, pachkada bo'ladi. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Yo'llaring sog' bo'lsin.